Barchangizga assalomu alaykum. Traktor bozor kanalining obunachilari va biz kuzatib turgan tomoshabinlar akalar, ushbu dasturimizni boshdan oxirigacha o'tkazmagan holatda tomosha qiling. Biz ushbu dasturimizda sotiladigan texnikalarni obzor qilib o'tamiz. Agarda sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, reklama uchun deb qo'yilgan raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilib, biz bilan bog'lanib o'z texnikangizni tezroq YouTube va boshqa tarmoqlarda reklama qilib sotishingiz mumkin. Agarda kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomizga like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada o'zingizga kerakli bo'lgan texnikaning nomini yozib qoldiring. Biz esa ushbu dasturimizni boshladik. Birinchi sotiladigan texnikamiz shu ekranda ko'rinib turgan Belarus traktorimiz srochno sotiladi. Akalar, ushbu Belarus traktorimiz o'zidan va dokumentidan hech qanaqa muammosi yo'q deb ma'lumot berishgan. Traktorimiz 1988-yilda ishlab chiqarilgan. Narxini esa 75 million so'm deb aytib o'tishmoqdalar. Yana kelishiladigan joyi bor, manzil Sirdaryoda. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Qiziqqan tomoshabinlar akalarimiz bo'lsa, marhamat. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz kombayn sotiladi akalar. Ushbu kombaynimiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Kombayn so'ragan akalarimiz, ushbu texnikamiz sizlar uchun. Akalar, texnikamiz juda ham zo'r holati, yangidek turibdi deya ma'lumot berishganlar. Hech qanaqa xarajatli, rasxodli joylari yo'q. Hamma yeri radnoy holatda turibdi. Olasiz va haydaysiz, ishga solasiz akalar. Ushbu texnikamizning narxi esa $45 ming. Yana kelishiladigan joyi bor, manzil Sirdaryoda. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Ushbu texnikamiz ma'qul kelgan bo'lsa, akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz shu ekranda ko'rib turgan o'tiradigan sotuvga qo'yilgan. Akalar, ushbu o'tiradigan apparatimiz silos ham bo'ladi deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikalarimiz holati a'lo darajada, hech qanaqa kamchilik va rasxodli joylari yo'q. Olasiz ishlatasiz akalar. Ushbu texnikamizning narxi esa 80 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor, 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Texnikamiz Andijon viloyatida turibdi. Bemalol borib ko'rib, tekshirib olishingiz mumkin. Ushbu texnikamizning qolgan ma'lumotlari telefonda gaplashiladi. Keyingi sotiladigan texnikamiz ham kombayn bo'lib, ushbu texnikamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan deya ma'lumot qoldirishmoqdalar. Texnikamiz ham radnoy holatda turibdi, hech qanaqa kamchiligi, rasxodlari yo'q. Olasiz va ishga solasiz, boshqa hech qanaqa xarajatli joylari yo'q. Texnikamizning narxi esa $16 ming. Yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz ham Sirdaryoda turibdi deya ma'lumot berishganlar. Texnikamizni ko'ring, o'zingizga ma'qul kelgan bo'lsa, qolgan ma'lumotlarni telefon orqali bilib olishingiz mumkin. Akalar, kommentariyada qarasangiz, Telegram kanalimizni qoldirganmiz. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz ham, u yerdagi sotiladigan texnikalarni ham har kun tomosha qilishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa Belarus 952.2 traktorimiz srochno sotiladi. Ushbu texnikamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan, ishlagani 1000 motochasi ishlagan ekan. Texnikamiz deyarli yangi holatda turibdi. Hech qanaqa kamchilik, rasxodli joylari yo'q. Ushbu texnikamizning narxi 305 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Texnikamiz Farg'ona viloyatida turibdi. Bemalol borib ko'rishingiz mumkin. Qolgan ma'lumotlar telefon orqali gaplashsa bo'ladi. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz MTZ Belarus traktoriga qiziqadigan akalarimiz uchun. Ushbu ekranda ko'rib turgan Belarus traktorimiz srochno sotiladi. Texnikamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Holati a'lo darajada, hech qanaqa kamchilik va rasxodlari yo'q. Texnikamiz Samarqandda turibdi deya ma'lumot berishmoqdalar. Traktorimizning narxini esa 275 million so'm deyishmoqda. Yana kelishiladigan joyi bor. Qolgan ma'lumotlarni akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, o'zlari batafsil ma'lumotlarni ham tushuntirib berishadi. Akalar, videomiz yoqayotgan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz esa davom etamiz. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz MTZ 1025.2 traktorimiz srochno sotiladi. Ushbu texnikamizning holati yangidek turibdi deya ma'lumot berishmoqdalar. Ishga tayyor holatda, akkumulyatorda yonadi. Ushbu texnikamiz Xorazm viloyati Yangi Bozor tumanida ekan. Narxini 180 million so'm deb aytib o'tishmoqdalar. Yana kelishiladigan joyi bor. Qolgan ma'lumotlarni akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, o'zlari batafsil ma'lumotlarni ham tushuntirib berishadi. Agarda sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, videoni boshiga o'tsangiz, reklama uchun deb raqamlarimiz qo'yganmiz. Biz bilan bog'lanib, o'z texnikangizni tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz Belarus 1221.3 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamizning holati yangi holatda turibdi. Manzil Samarqandda, narxi esa $45 ming. Qiziqqan tomoshabinlarimiz bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Qiziqqan tomoshabinlarimiz bo'lsa, marhamat. Akalar, navbatdagi sotiladigan Belarus traktorimizni obzor qilib o'taman. Ushbu texnikamiz Belarus 1025 traktori bo'lib, traktorimizning plugi bilan birga qo'shib sotilar ekan. Ushbu texnikamizning holati ideal darajada.
Ishlagan motochasi 8249 motochasi ishlagan. Texnikamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Hech qanaqa rasxod qilinmaydi deya ma'lumot berishmoqdalar. Olasiz ishga haydaysiz, naqadli holatda turibdi. Texnikamizning narxi esa $16,000. Yana kelishadigan joyi bor. Manzil Xorazm viloyatida. Qolgan ma'lumotlar uchun akamiz raqamlarini ekranda qoldirganmiz. O'sha raqamlarga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Akalar, navbatdagi sotiladigan texnikamiz shu ekranda ko'rib turgan New Holland traktorimiz srochni sotiladi. Ushbu texnikamizning hamma narsasi bilan birga qo'shib komplekt holatda sotiladi deb ma'lumot berishganlar. Texnikamiz ishlash joylari hamma joyi soz holatda, hech qanaqa kamchiliklari yo'q. Texnikamiz variantga ham berilar ekan. Telefon qolgan ma'lumotlar telefon orqali gaplashadi. Texnikamizning narxi esa $20,000. Yana kelishiladigan joyi bor. Manzil Surxondaryoda. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, marhamat. Akalar, navbatdagi sotiladigan texnikamiz MTZ80.1 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz ishlab turgan texnika deya ma'lumot berishmoqdalar. Olasiz haydaysiz, hech qanaqa kamchiligi yo'q. Texnikamiz hujjatlari bilan qo'shimcha holatda, tayyor holatda turibdi deya ma'lumot qoldirishganlar. Texnikamizning qolgan ma'lumotlarini telefonda gaplashishingiz mumkin. Ushbu texnikamizning narxi esa 75 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Manzil Buxoroda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, marhamat. Akalar, eslatib o'tamiz, kanalimizga yangi bo'lsangiz videomizga like tugmasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyadagi Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying akalar. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz Belarus MTZ80.1 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamizning hamma joyi radnoy holatda. Traktorimiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan, lekin 2016-yilda sotib olingan deya ma'lumot berishmoqdalar. Ushbu texnikamiz 1 yil haydalgan. Qolgan faqatgina turgan texnika ekan. Ushbu texnikamizning hamma joyi radnoy, zavodskoy ballonlari bilan turibdi. Qolgan ma'lumotlarni akamizga qo'ng'iroq qilsangiz o'zlari tushuntirib berishadi. Keyin sotiladigan texnikamiz esa MTZ80 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz Jizzax viloyatida. Texnikamizning holati yaxshi holatda, korobka zadniy moslari soz holatda, vomlari ishlaydi. Texnikamiz akkumulyator statrik. Akalar, ushbu MTZ traktorimizning narxi 42 million so'm. Manzil Jizzaxda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, egalariga raqamlarga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz ushbu MTZ traktorimiz srochni sotiladi. Texnikamizning holati yaxshi holatda, ishlab turgan texnika deya ma'lumot berishmoqdalar. Texnikamizni olasiz haydashingiz mumkin. Traktorimizning narxi esa 55 million so'm. Yana kelishiladigan joyi bor. Manzil Jizzax viloyatida. Akalar, qolgan ma'lumotlarni ham bilmoqchi bo'lsangiz, akamizga qo'ng'iroq qilasiz, batafsil ma'lumotlarni ham bilib olasiz akalar. Ekranda akamiz raqamlarini qoldirganmiz. Biz esa navbatdagi texnikani obzor qilishga tayyorlanamiz. Akalar, ushbu ekranda ko'rib turgan traktorimiz srochni sotiladi. Traktorimizning holati yaxshi holatda, hech qanaqa kamchilik va rasxodlari yo'q. Texnikamizning narxini esa 40 million so'm deb aytib o'tishmoqdalar. Yana kelishiladigan joyi bor. Manzil Jizzax viloyatida. Texnikamizni ko'ring, o'zingizga ma'qul kelsa sotib olasiz akalar. Qolgan ma'lumotlar telefonda gaplashsa bo'ladi. Biz esa ushbu dasturimizni yakunlaymiz. Bizni kuzatganingiz uchun barchangizga kattakon rahmat. Ertangi dasturlarimizga qadar sog' bo'ling, salomat bo'ling.